emas birdamlik. O belki baylık, ya hatırcanlık. Meyuslanma acır mihnette, bulmaz etken her eşim tenlik. Yıkılırsan biri jülaydı, acır bilen hayat gülaydı. İşenç bilen baksan adiye, yıllar alğanaydı. Baxıt her kimning ko'zida har xil. U bir odam yoki bir bursan. Baxıt qanoatdir bilgin. U bir didor yoki bir talxa. Zarni qaytirib, sağlam urg'alaysiz. Qo'ng'ni ko'ching, sizni ko'za eptitalda xas qo'yilgan Qani ko'ramiz filmini ko'rishga taklif qildi. Alayli a'zam bo'lganlar sarxil mazmunlardan bahramand bo'laysiz. Bo'ldi. Sen güzel meniki mukofot erishganim ko'zim qizir o'tibdi-da. Undaq emas tag'a. Burunqi motim izlabdi meni. Eliqqa sen tashlab ishkir ketganlik shuma? To'g'ri. Bu bezbunama çoğu şair olmalı. Eğer sen she'r yozishga shunchalik uzoq vaqt bo'ldi, lekin biror taxallusim yo'q. Davlat shoirlarning hammasining taxallusi bor. Sen birini qo'yib beraymi? Meyli? To'xtamiz baqa ya. Suget yaqinda. Çoğuğan üzen koyuyorlarsa. Ya balan koyup koy bekmez geldi. To'xta. Bundan sonra to'g'raqchi. Toğrak. Maha bulduk ya. Ben daha yaxşılarını tapmam söyleyemem. Neyim o söyle. Yani şu to'g'raq qo'yib bering. Çoğuğanı şair olsam mesela şiirlerim üstüge şair toğrak da biz bilsem. Hapsi. Mana keldim mana. Nimeş? Rafael qana. Abay chiqib ketdik tag'ay. Darhol tilpin qil. Darhol kelsin. Nim moymuş vatdi. Kech kelganda deysanglar bo'lmam. Va moyim ish bo'lmasa men kelsin demdim ha. Buludu. Oye, ishqilani. Ko'msanglar, ko'ginglar kelib ketgan. Ko'rishganliklar urushgan. Bo'la. Tag'a, baksat bo'ldi. Dadam muhim bir ish bilan meni izlabdi. Siz bilan tomoq yemaydigan bo'ldim. Voy, ishim bo'lmaydi, ish yo'q. Voy, yiqaroq yerda bir to'xtab qolsam, tushib qolay. Bu daqiqatim ko'rishganda bir tomoq yeymiz, juma. Tag'a, kelar qitim men cho'qim mehmon qilaman. Unda dema, men qilay. Undaqda mujiyat to'xtata ya. O'sha to'xtab qolsam, tushib qolay. Sen aldirash o'ynash bo'lgandan keyin berka. Baksat bo'ldi tag'a. Hech qisi yo'q. Ma'qul, ko'rishamiz, juma. Unda o'zingni asra, ha? Ma'qul. Ma'qul amsa? Ma'qul, xo'sh amsa. Ma'qul. Xo'sh.
Dada, meni izlab ekansan. Kela balam, kela o'tir. Kayfiyating bek yaxshi-ku, nima ish bo'ldi? Balam, bu kitobni sen kim berdi? Bu kitobni o'tir yosh bir odam berdi. Nima ish bo'ldi? O necha yoshli bor ekan? Ismi nima ekan? Sen nima uning qiziqib qolding? O she'r yozayotgan qancha uzun bo'pti? Uning deyishicha, u to'liq o'tirdan boshlab she'r yozib ekan. Biroq boshqalarning yoqtirishiga erishamabdi. Men uning she'rlarini ko'rgandan keyin, garchi toza dabdabalik yozamisimu, lekin yanada turmushlik mazmunli ekan. Shunga men yoqtirib qoldim. Sen Alloh qilishini bir ban bilab. Bag'wa, u oldingi qitim menga deb bergan. Unda olsa balam men bilan bir ko'rishdi. Vakitini bir nashr qilmagan bo'lsa yordam qilaylik. Senmi uning she'rini yoqtirib qoldingmi? Rasmiy yoqtirdim. Men bilan ko'rishdigincha balam. Men tirishib baqay. Bo'l. Chaqam bo'l. Ma'qul. Amsa men ishimga mangdim. Xo'sh. Oy yaxshimi? Qanday bo'ldi? Yaxshimi? Sizlar kimsizlar? Nimalar deb keldinglar? Qanday olib beray deganmi? Chatta yo'q-ku, lekin lekin siz oldigan narsani men olmasmanki. Ayron, Rafaelchu, ajab sizlar bilan birgaman. Rafaelning ishi borki, shunga kelamay qoldim. Ha, bo'pti. Ana sizlar meni beringlar. Ma'qul-a? Ko'rishamiz xo'sh. Voy. Qarab qo'ydingmi? Nima qarab qo'ygan bo'lsam jira? Men qarsangmi sinolmagan ekan jira to'xtab. Kendanda uzatma. Voy yomon aka. Voy. Necha kungacha bir qiz balni boshlab boraman. Siz o'rinlashtirib qo'ying. Dadam so'rab qolsa, meni akaldi deb qo'ying. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Voy, sizga qapsiz bu yerga. aylanib keldim. O'zingiz yolg'iz keldingizmi? Ha? Sizga yuz chaplaq sovuq qilib keldim. Mana Xiaomoyang yuz chaplag'i. Sizda ko'mak. Ilang. Rasmiyadan xijil qilib qo'ysiz juma. Bo'ldimi o'zim qilay? Ha, bo'ldi. Men Bo'ldi, yordamlashay. o'zim Ha. Bo'ldi, men yordamlashay.
Vay başlaydı. Rafael tepildi. Biroq u Vandadagi bir kiyim do'koni kiyim sotayotganda quluyini bir qiz var. Men bildim. Siz onunla bildirmey, küzdük bakın. Andın onunla telefon qilib, şair bilan ko'rishadigan ishni eslatib qo'ying. Ma'qul edi. Buncha ko'p kiyimni siz qanday ratlab bo'lsiz? Bizdan bilan tegaydi. Bek japaliq ekan. Tutib turing, telefon kelib qoldi. Voy. Ma'qul. Bildim. Xo'sh. Yaxshimisiz, tag'a? Men Rafael. Yaqin oyoqqa yaxshi turyapsiz. Mundaq ishdi. Dadam sizning yozgan she'ringizni intayin yaxshi ko'rdi. Siz bilan ko'rishkisi bor ekan. Ajab yaxshi. O'rni Xongshuydagi Huajilinda. To'g'ri. Men dadamning nomerini uchir qilib avatib beray. Ma'qulmi? Siz beribla telefon qilsangiz bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh tag'a. Xo'sh. Akilang. Sizni bundoq jaboda qo'ysam qandoq bo'ladi, ha? Shundaqmi?停过，准备下场。导演，有一句话跟你说，就是说借点钱，啥？借点钱，借。那没那么夸张吧？叶潘，哥，就是有句话跟你说。说。那个，我想开个店，就是开店需要租房、人工、设备什么什么的，就是我现在处的是没钱。你用电多多，自用省钱，分享赚钱，一个可以当老板的软件。好，谢谢。 Dem Dodo'nu işiltip, pul tejapli qolmay, ham bahallanish orqali pul topa olasiz. 等会儿，我手机我还要出门呢。不好意思，我自己下载，赶紧下载啊！ Dem Dodo'nu işiltip, pul tejapli qolmay, ham bahallanish orqali pul topa olasiz. Ikkili kodni skanerlab, o'zingizga tava do'kon oching. 你下载了吗？ Gidelim. Ağa yaxshimi? Ha kızım yaxshimi? Yaxshi. Rafaelchu? Rafael, Venda'da datımda. Vanda. Nima ketdi ağa? Ay pulla o'zimizda. Ha kızım tatına. Siz vermiş kılsanız. Rafaelning demishlarini adresini bilib baqay ağa. Ma'qul ben oldim. Ve balam. Kaç çakanda. Ha buladı. Buladı. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Oturun. Rahmat.
Siz Rafael'ninki dadısı bulamısınız? Şundaq, Rafael'in dadısı olum ben. Siz undaqda delik şair bulamsınız? Neredekine bu namga münasip kembeymen. Şiirlerinizni bek yoqtirdim. Şiirni haqiqatan yaxshi yozib ekansiz. Neredekine? Bu şiirlerim şu benim subjektif arzuyumla inkas kıldı şu. Hiç qanchalik narsa emas. Sizningki mening şiirimni yoqtirib o'qiganingizdan ko'p minnatdor bo'ldim. Sizdan bir ishni so'rab boqay. She'rlarning hammasini o'zingiz yozganmi? He, hammani o'zim yozgan. Undaqda sizning taxallusingiz To'g'roq. to'g'roq? He, to'g'roq. To'g'roq? Siz? Men Qamirdi do'stim. Siz Qamirdi'mi? Shundoq. Voy, Qamirdi adashib. Voy, bu yerda ko'rishib qoldig'ini ajab o'ylamabdiman. Ajab yaxshi oldu. Ajab yaxshi oldu Juma adash. Qandaq undan turib o'tirsan adash. Yaxshi o'tir. Ajab o'ylamabdiman Juma. Mushunda uzun yillardan beri mishada uchirishib qoldiganligimizni. Men hayron qoldim do'stim. Sen yaxshi turayotgansan. Yaxshi yomon deb ketgili bo'lmaydi adash. Qadr avval ketyapman. Shu ayolim baldur ketib qoldi ya. Qizim bilan degandek ap o'tmayman. Shu meni xo'sh qildig'ini, mushu she'rlarim, shu o'tmishim shu adash. Vaqt pek tez o'tdi do'stim. Biz mi yosh edik? Qaridik. Bolalik oldik. Sen bek yosh turibsan adash. Adash men qirib ketdim Juma. Men qirib ketdim. Yo'q. Mening bunda tug'alqimdilam yaxshilab ketganim maydi. Shirkatning ahvolimi toza yaxshi emas. O'g'lim Rafaelmi toza menga yaramaydigan chiqib qoldi degina. Lekin Rafael bizning bunda tasodifiy ko'rishib qolishimizga sababchi bo'ldi ya. Uni rahmat esak bo'ldi Juma. To'g'ri. O'g'limni men bunchalar yordam qilganligini o'ylab boqmabdi ekanman do'stim. Uni yoqtirib qoldim. Uning mijozi sen yosh vaqtingdagi eliqi mijozingga o'xshash. Qanday qilish? Cho'nglar, ayoling, balchaqlaring yaxshi turamdi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi do'stim, yaxshi. Bugun bek jafo chekdingiz. Suv iching. Ma'qul. Mencha bu xizmat sizga faqat mos kelmaydi ekan. Men sizga yangi xizmat o'qishyapman. Ta'minotim yaxshi. Bo'ldi, Mishel shunday yaxshi ishlatdim bu. Siz yaxshi ishlayapsiz. Biroq maoshi yaxshi emas ekan. Mening chiqimim ya yuqori bo'lmasa, uning ustiga uyammi yaqin emasmi? Siz yana bahona tepib yordamimni rad qilyapsiz. Lekin elimni sizni bekor qilyapti. Mendan ansirayapsiz. Boshqalarga yordam qilish degan yaxshi ish. Uning ustiga sizga. Haraz. Siz kunda mashina haydab bekor bo'lgan vaqtlaringizda bu yerga kelib yordamlashib sizni bek jafo qildim. Ansirab qopsiz-da. Siz mush yerda bir kun bo'ladi ekansiz, menmo kunda kelaverman. Agar mening charchab qolishimdan ansirsangiz, men degandek qiling. Nima aytsangiz? Siz boramsiz, bormamsiz? Ma'qul, men boray. Menga gapingiz bo'ldi. Nimigingiz bor? Rafael! Nimişik telefonumdan almaydı ki sen asıl bu yerde Akkatqı Şahzade'len kül kızın hikayesini davamlaştırıyorsunuz da ha? Nim davatsız? Nimi davat qildim sizga obdan ayon. Bo'ldi. Bu yerda varanchiron qilmay, tez qayting. Varanchiron qilma? Men bugun varanchironni qanday bo'ldig'ini ko'rsatib qo'yman. Shahnoz bo'ldi. Mushu bir prikaz ishlada meni rad U mening tanishim siz bilan aloqasi yo'q. Hamma narsaning sabr toqati bo'ladi.
Meningmi shu? Gapingiz tugagan bo'lsa, bu yerdan kessangiz bo'ladi. Keting. Buni ep yo'q qiling. Cho'qim pushaymon qildirma. Bir nima bo'lmagan ses. Yo'q, men Ha, o'tiring, hech ish yo'q. keyin chiqib qolsa. Chiqmasammi bo'ladi. Chiqsammi baribir o'xshash. Bakrak chechilib qolaman tag'i. Lekin u men sababdan sizni xato tushunib qoldim qanday? Men tex sizni meni xato tushunib qoldim ekan deb ansirayapman. Ikkimizning dadisi savdo sheriklari. Ular o'zining foyda manfaati uchun bu to'yni qilmoqchi. Shunga menmi amalsiz qoldim. Buni buncha tushuntirib nimishdi. Munda qilayli. Sal turib chiqib tomoq yeb, ondan mening mashinamda aylanayli. Ondan yaqinda bir yangi film chiqibdi. Bak payzi deb angladim. Nim kino? İsmi yodimda qolmabdi. Yaqinning yoqi bak oldirash untig'iq bo'lib qoldim. Hay, siz bugun boshqacha chiroyli bo'lib ketibsiz. Rasman. Sizni aldab nima qilay? Bunda qilayli. Buningdan keyin sizning nimagingiz kelsa, shuni yeyli, ha? U maqlig'ini. Qamirdan yaxshimi? Sizning o'g'ling Rafaelning qiz do'sti bor ekan-ku. Bunda ishning borlig'ini bilib turibsan, menga burroq demabsan. Qizim bu ahvol uqqandan keyin bak yig'lab ketdi. Bunda bo'lsa men dadasi turib qanday chidayman? Hey, unda ish yo'q. Sen avval Shahnozga yaxshiroq tasalli bergin. Men bu ishni Rafaeldan bir aniqlab ko'ray. Senmi bilsa qara, mening shu bir talla atvorli qizim bor. Uni boshqalarning buza qilishini men faqatli xohlamayman. Shundoq. Seni qizing meningmi qizim? Sen aldirmay, xapamay turmamsan. Ma'qulamsan, ma'qul. Ha, xo'sh. Ma'qul adash, ma'qul. Әмсә siz ishga tushadiganning tayyorligini qiling. Sizni bek avor qilyaptim, oldingizda bak hechim. Yo'q, ey. Voy. Ma'qul. Men shirkatga berib seni izday. Ma'qul. Xo'sh. Aldirsangiz menga beram bo'lsa. Yo'q, ey, aldirmayman. Avval aylanaylik. Bana koyarsınız. Gel. Dada, men keldim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sen menda nima ish qilding? Özüm nima bo'ldi? Ni hoyda. Öңüp ketgende manыңga vurdum oyla. Çünkü ishxonamda bir to'xtam yutib ketdi. Siz yutirib etmagansiz, ha? Aslını unutma usanma gökte Arganda konarın yerini oylap koy
Hayatның кейнеден маматмы hem бар Өтмейді күллерің күнде ойнапты Ağrınma putunga kirgende tiken Çünkü sen onunla özünde sigen Sayırmasız içen yığında bulbul